Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan eng kichik va eng katta qiymat mavzusini ko'rib ketarkanmiz. Master matematika kitobida ikkalasini ikkita mavzu qilib bergan, lekin ikkalasi ham bitta tushuncha bo'lgani uchun bitta qilib ko'rsatib ketamiz. Eng katta va eng kichik qiymat degan narsa nima? Men sizga x kvadrat plus 1 deb misol bersam, shu misolning eng katta qiymatini topa olasizmi yo eng kichik qiymatini topa olasizmi? Eng kichigini topish mumkin bunda. Chunki kvadratdan eng kamida necha chiqadi? 0 chiqadi. Eng kamida 0 chiqadi. Eng kamida 0 chiqsa, qo'shsak eng kamida bu necha bo'lar ekan? 1 bo'lar ekan. Endi eng kattasini topmoqchi bo'lsak, bunga 100 qo'ysak, 100 ning kvadrati juda katta son bo'lib ketadi. Unga 1 qo'shsak yana kattaroq son hosil bo'ladi. Demak, buni eng katta qiymati nima ekan? Cheksiz ekan. Eng katta qiymatini topib bo'lmas ekan. Lekin eng kichik qiymatini topsa bo'lar ekan. Qaysi oraliqda joylashgan desa, 1 bilan cheksiz orasida joylashgan. Hali bunaqa belgilashlardan o'rgataman, maylimi? Eng kichik qiymati necha ekan? Eng katta qiymati plus cheksiz tomonga qarab ketadi. Endi x minus x kvadrat plus 1 degan misol. Buni eng katta qiymatini topish mumkinmi, eng kichigini? Bundan eng kamida necha chiqadi? 0 chiqadi. 0 ga 1 ni qo'shsak, eng katta qiymati buni 1 ekan. Eng kichik qiymati necha desa qarang. Bunga 10 qo'ysangiz, 10 ning kvadrati 100. Minus 100 bo'lib qoladimi? Minus 100 plus 1. Minus 99. Boya 1 chiqargan edik. Minus 99 orqaga qarab ketdimi? Minus tomonga. Demak, eng kichik qiymati minus tomonga qarab ketaveradi. Buning qiymati minus cheksizlikdan plus 1 gacha ekan. Tushunarlimi? Mana shu narsa ekan. Eng katta va eng kichik qiymat. Bizga kvadrat 4-daraja, 6-darajaga qolsa, eng kichik qiymati nima bo'lar ekan buni? 0. Undan tashqaridagi songa qarab eng katta qiymati yoki eng kichik qiymatini aniqlab olsak bo'lar ekan. Misolga qarang. Misoldan xulosa chiqaramiz. Mana misol bergan bizga nomer necha? 1835 da aytayapti ekanki, a kvadrat plus 2a plus b kvadrat plus 12. Mana buni bilamiz. Nima degani bu? A plus b ning qavs kvadrati degani. Bu yer, to'g'rimi? Plus 12. Buning eng kichik qiymati necha? 0. 0 ga 12 ni qo'shsak 12. Bu eng kichik qiymatimi, eng katta qiymat? Eng kichik qiymat. O'zi misolimizda ham so'rayapti. Eng kichigini toping deyapti. Eng kichik qiymati necha ekan? 12. Misolda holatiga qarab eng kichik yoki eng katta qiymatni topish mumkin. 1838 ga qarang. 1838 plus necha? 4 ena qarang. Mana shu misolni n kvadrat plus 2n plus 1 plus 3 deb yozsam bo'ladi. 4 ni qaytarib beradi, 1 ni ustiga kvadrat qo'ysam bo'ladi. Endi qarang. n kvadratdan 1 kvadratgacha n plus 1 ning kvadrati degan formulami plus necha? 3 eng katta qiymatmi, eng kichik qiymat?
Eng kichik ekan. Qarang. Maqsad nima? Maqsad berilgan misoldan kvadrat tuzib olish. To'la kvadrat. Ha, qarang. Kvadrat tuzib oldik. Qolgan son eng kichik qiymati bo'lib qoladi. O'zi aslida hosila degan narsa bor. Hosila mavzusi bor. Hali Hamidjon o'rganyapti. Eng kichik qiymat, eng katta qiymat degan narsa hosiladan keltirib chiqarsa bo'ladi. Hozir hosiladan emas, nimadan keltirib chiqaryapmiz? Qisqa ko'paytirish formulasidan keltirib chiqaryapmiz. Hali Hamidjon akangiz ham bilmaydi qanday keltirib chiqarishni hosiladan. Hamidjon bilasizmi? X kvadrat minus 2x 2019 ha? Plus 1 plus 2018 tugatsam bo'ladimi? Bu yer formulami endi? X plus 1 ning x minus 1 ning ha? Bunda plus edi, bunda minus da. Minusga bu yer. Plus 2018. Eng kichik qiymati necha ekan? Eng kichik qiymati 2018. Tushunarlimi? Yo'q, misolga qaraysiz-da. Mana bu o'rtaga qarayapman men. 2 kara x kara 1 ku. 2 formulaniki. X bu tomonga necha yetmayapti ekan? 1 yetmayapti. Endi keyingi misolga qarang, aniqroq qilamiz. Mana 41 ga qarang. N kvadrat minus 8n plus 26 ha? Xo'sh, bu 2 kara 4 bo'ladigan bo'lsa 16 plus 26 midi? 10 deyman. Nima uchun 16 dedim? Mana bu 2 kara n kara 4, to'g'rimi? Bu yerda 2 formulaniki, darajaniki, n bu 4 yetmayaptimi ekan? Bu yerda 4 emas, 4 ning kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? 4 ning kvadrati 16 qo'ydim, qolgani 16. Nima deymiz buni endi? N plus 4 ning qavs kvadrati plus 10. Buning eng kichik qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, buning eng kichik qiymati 10 degan qiymat. Tushunarlimi? Bitta ko'chirib oling, yana davom etamiz. Davom etamiz. Quyidagi misollarga qarang. To'la kvadratga ajratib olishimiz kerak. To'la kvadratga ajratish uchun qarang. N kvadrat n kvadrat plus formulada 2 bormi? 2 kara n formulaga ajratyapman-da. Necha yana? 4. To'g'rimi? 2 kara 4 8 qaytaryapti. Mana bu n boshidagi n 2 darajadagi 2, bu 4chi sherigi, to'g'rimi? Ikkinchi chiqadi. Plus bunga necha yetmayapti? 16 yetmayapti, to'g'rimi? Plus o'zida necha bor? 6 bor. 16 ni ayirsam bo'ladimi? 16 qo'shdim, 16 ayirdim. Nima bo'ladi? Yo'qolib ketadi, hech narsa o'zgarmaydi. To'g'rimi? Lekin men formula yasab oldim. Qanaqa formula? N plus 4 ning kvadrat. Shu yergacha kvadratmi? Bu yog'i necha bo'ladi? Minus 10. Eng kichik qiymati 0. Demak, buning eng kichik qiymati minus 10. Tushunarlimi? Shunaqa qilib yasab olish kerak. Qarang, buni ham. B kvadrat minus 2 kara B necha yetmayapti? 7 mi qolgani? Demak, necha kerak sherik? 49. 7 ning kvadrati kerakmi? O'zida necha bor? Plus 5. 49 ni ayirsam bo'ladimi? 49 qo'shdim, 49 ayirdim. Bu yog'i formula. B minus 7 ning
Havuz kvadrat. Plus 5 minus 49 minus 44 bo'ladimi? Eng kichik qiymati necha ekan buni? Minus 44. Shunaqa qilib yasab olsak bo'ladi. Qarang. Bu nechinchi daraja? X 4-darajaning kvadratiga bu. Tushunarlimi? Minus 2 kere x ning 4-si necha yetmayapti? 12. 12 kere 2 24 qaytadi. Plus qolgan son necha bo'lishi kerak? 12 ning kvadrati bo'lishi kerakmi? Haqiqatan qolgan son 144 12 ning kvadrati. O'zi bitta formula ekan, ha? Qanaqa formula? A ning o'rnida x ning 4-si turibdi. X ning 4-si minus 12 ham bu. Shuning kvadrat. Shu kvadratni ochib chiqsangiz shu bo'ladimi? Demak, buni eng kichik qiymati nechi? Eng kichik qiymati buni umumiy holda 0. Bularda qarang, ayrilib turgan, qo'shilib turgan sonlar bormidi? Bunda qo'shilib turgan 0 desam bo'laveradi-da. 0 da eng kichik qiymat. Keyingisiga. Xo'p. Buni nima deymiz? 4n ning kvadrati. 4n ning kvadratini 2n ning kvadrati desak bo'ladimi? Plus 2 ko'paygan 2n, mana 2 formuladagi 2n bu. 8 ni qaytarib berish uchun necha yetmayapti? 2 yetmayapti. To'g'rimi? Demak, sherigi necha bo'lishi kerak? 2 ning kvadrati bo'lishi kerak. To'g'rimi? Mana buni kvadrat bo'lishi kerak-ku. Qarang, shu joygacha mana ajratganimizni kvadratni qo'yib ketyapmiz. Ajratganimiz qani edi? 7 ni ajratdik, shuning kvadratini qo'yib ketyapmiz. To'g'rimi? Bu yerda 12 ajratdik, 12 ning kvadratini qo'yib ketyapmiz. Bu yerda nechini ajratdik? 2 ning kvadrati bo'ladimi? Bu yerda 36. Bu nechi? Nechisi qolib ketyapti? 32 qolib ketyaptimi? Teng bo'lar ekan bu. 2n plus 2 ning havuz kvadrati. Bu yergacha formulamiz. Plus necha ortib qolyapti? Eng kichik qiymati 32. Keyingisini ham shunday ajratishimiz. Faqat qarang. Hammasidan 7 ni qavsdan tashqariga chiqarib ketsam bo'ladimi? 7 ni qavsdan tashqariga chiqarsam nima bo'ladi? B kvadrat minus 2b plus 7 qoladimi? Endi qarang. 7 turibdi qavsdan tashqarida. B kvadrat minus 2b plus 1 plus 6 desam bo'ladi. Bu yer formula. Qanaqa formula? 7 tashqarida turibdi. B minus 1 deymiz, ha? B minus 1 ning kvadrati plus 6. 7 ikkalasiga ham ko'paytirsak bo'ladimi? 7 ni bu qavsga ko'paytirsak, 7 ko'paygan b minus 1 ning kvadrati plus 6 ga ko'paytirsak 42. Eng kichik qiymati necha ekan? Bu 0 chiqadi, eng kichik qiymat. To'g'rimi? 0 kare 7 0. Eng kichik qiymat 1. Endi bunaqa misollarni soddalashtirib olishimiz kerak. Qavsini ochib chiqalamizmi hammasini? Minus kvadratni ichkariga ta'sir qilsam, y kvadrat minus 8y plus 16 bo'ladi. To'g'rimi? 2 ni ichkariga ko'paytirsam bu necha? Yoki 2 tashqarida tursin, bu ikkalasini ko'paytirsam bo'ladi. Y ko'paytirsam y kvadrat, y buni ko'paytirsam 4 y minusdan, buni ko'paytirsam 3 y minusdan y qolar ekan. Ikkalasini ko'paytirsam minus 12. Ko'paytirib chiqalasizmi birma-bir? Mana shu narsa bo'lar ekan. Endi qavsni ochib chiqamiz. Buni qavsini ochsam, minus y kvadrat plus 8 ta y minus 16 plus 2 y kvadrat minus 2 ta y minus 24. Bu bilan bu soddalashadimi? Nechta y qoladi?
Bitta y kvadrat bo'ladimi? Bitta y kvadrat. 8 ta y kvadratdan 2 ta y 8 ta y'dan 2 ta y ayırsam plusdan 6 ta y. 16 minusdan 24. Nechi bo'ladi? 40 mi? Minus 40. Minus 40. To'g'rimi? Endi buni mana boshidagi misollarga o'xshab qoldi, soddalashgan. Ko'paytiruvchiga ajratsak, y kvadrat plus 2y ko'paytiramiz, 3 desak bo'ladimi? Demak, 3 ni ajratdikmi? Bu tomonda 9 yetmayapti, 3 ning kvadrati. 9 qo'shaman degan, 9 ayiraman. Hech narsa o'zgarmaydimi? Minus 40 bu yoqda turibdi. Bo'ladi. Bu yer formula yana y plus 3 ning kvadrat minus 49 bo'ladimi bu? Eng kichik qiymati necha ekan? 49. Tushunarlimi? Mana shunday keltirib chiqarsak bo'lar ekan. A javob minus 49. Faqat e'tibor bering formulaga keltirishga. Formulaga keltirishni bilsangiz, eng kichik qiymat deydimi, eng katta qiymat deydimi topib bera olasiz. Ko'paytgacha ancha o'tgan ko'paytuvchiga ajratishlar. Mana bularni ko'paytuvchiga ajratish o'rganiladi. Hammasini ko'paytuvchiga ajratasiz. Nechiningdir kvadrati bo'lib qoladi. Mana qaus kvadrat. O'shanda eng kichik qiymat desa, eng katta qiymat desa topib bera olamiz. Tushunarlimi? Yozib oling. Davom etaylik. Qarang. Bulardan minusni qausdan tashqariga chiqarib olsam bo'ladimi? A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat plus 9 desam bo'ladimi? Shu yergacha minusni chiqarib oldim. Bu bo'ladi minus, mana bu formula a plus b ning qaus kvadrat plus 9. Buni eng katta qiymatini topalamizmi, eng kichik qiymatini? Eng kichigini topamiz. Eng kichigi 9. Bu son kattarib ketaversa, oldidagi minusi bilan kichirib ketaveradi, to'g'rimi? Kichirib ketavergan son eng kattasini topish mumkin. Tushunarlimi? Keyingisida ham qarang. Minus x kvadrat minus 2x minus 1 plus 2019 minus 1 desam bo'ladimi? Plus 1. Minus 1 ayirdim. Plus 1 qo'shdim. Ikkalasi yo'qolib ketdi, hech narsa o'zgarmaydimi? Mana bu yerga qarang. Minusini chiqarib olsam, nima bo'ladi? X kvadrat plus 2x plus 1 bo'ladi. Plus bu ikkalasi 2020. Buni nima desak bo'ladi? Minus x plus 1 ning kvadrat desak. Plus 2020. Bu eng katta qiymatmi, eng kichik qiymat? Eng katta qiymat. Bu kichik ketaveradi. Oltita minusi bor. 0 chiqsa 2020 bo'ladi. Mana buni ichidan 1 chiqsa 2019 bo'lmaydimi? Kichirib ketyaptimi? Demak, eng katta qiymati 2020. Buni ham shunday desak bo'ladi. Minus x kvadrat minus 6x minus 9 plus 9 desam bo'ladimi? O'zimdan 9 ni qo'shib ayiraman. Plus 2019. Minusini chiqarib olsam bo'ladi. Minus bu yerdan minus chiqarsam x kvadrat plus 6x plus 9 mi? Qolgani nechi bo'ladi? Plus 2028 mi? Bu formulani beradi. Minus x plus 3 ning kvadrat plus 2028. To'g'rimi? Eng katta qiymati 2028. Keyingisiga qarang. Xo'sh. Buni yozamiz.
minus n kvadrat plus 12 n, to'g'rimi? Xo'sh, 36 yetmayaptimi bunga? Qarang, 12 ku 2 kere n kere 6 desam bo'ladimi? 2 formulaniki n, oldidagi n, 6 ning kvadrati yetmayaptimi? Minus 36 plus 36 deyman. Hech narsa o'zgarmaydi. O'zidagi 6 ni qo'shib qo'yaman. Xo'sh. Bu yerdan minus chiqarsam n kvadrat minus 2 kere 6n plus 36. To'g'rimi? Plus 42. Ne bo'ladimi? Bu degani minus n minus 6 ning qavs kvadrati plus 42. Eng katta qiymati formulani ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak-da, formula yasab olishni bilishingiz kerak. Maylimi? Mana bu kvadrat yasab olish uchun men 36 ayirib 36 qo'shdim. Nima uchun birinchi ayirdingiz desangiz, minuslar chiqarib olsam, bu nima bo'lib qoladi? Plus bo'lib qoladi. Plus bo'lib qolsa formulani beradimi? Shuning uchun birinchi ayirdim, keyin qo'shdim. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi. Buni ham yozib olsam bo'ladi. Minus b ning 4-si minus 22 ta b ning kvadrati, shundaymi? b ning 4-si minus 22 ta b kvadrat. Plus, qarang, mana buni bunday qilaman. 2 kere 11 desam bo'ladimi? Plus 77. Xo'sh. Endi minus b4 minus 2 kere 11 b kvadrat. Menga 11 ning kvadrati kerakmi bu tomonga? Minus 11 ning kvadratini qo'shib ayiraman va 11 ning kvadratini qo'shaman. Hech narsa o'zgarmaydimi? Va o'zidan nechi bor? 5. Bulardan minus chiqarib olsam bo'ladimi? b ning 4-si minus 2 kere 11 b ning kvadrati plus 11 ning kvadrati bo'ladimi? Plus 11 ning kvadrati 121 plus 77. Xo'sh. Bu minus b minus 11 ning qavs kvadratini beradimi? Plus 190 nechi? 198 mi? 198. Eng katta qiymati 198. Hammasida bir xil ish bajaryapmiz. Bitta kvadrat, to'la kvadrat yasab olyapmiz. Mana. To'la kvadrat yasab olyapmiz. Qolgani yo eng kichik qiymat bo'ladi yoki eng katta qiymat. Bizga hozir eng katta qiymat. Chunki kvadratni oldi minus. Xo'sh, bulardan 5 ni chiqarib olsam, minus 5 ni chiqarib olsam bo'ladimi? X kvadrat plus 10 ta x minus 20 bo'ladimi? 20 bo'ladi. Bo'ldi. Endi ichkarini to'la kvadratga ajratishimiz. Xo'sh, minus 5 x kvadrat plus 2 kere 5 kere x desam bo'ladi, ha? To'g'rimi? O'rtadi. Menga 5 ning kvadrati yetmayaptimi? Plus 5 ning kvadrati minus 5 ning kvadrati. Bo'ladimi? O'zidan nechi bor? Minus 7. Qolsa. Xo'sh. Formulani beradimi bu? Minus 5 tashqariga ketdi. X plus 5 ning qavsda kvadratini beradi, ha? Minus 25 minus 20. Minus 45 bo'ladimi? 45. Minus 5 ni ichkariga ko'paytirsam bo'ladimi har biriga? Minus 5 x plus 5 ning kvadrati minus
Minus bilan minus ko'paysa plus bo'ladi. 45 kira 5. Xo'sh, 825 mi? 825. Eng katta qiymati 825. Tushunarlimi hammaga? Qiladigan ishimiz faqat to'la kvadratga ajratish. To'la kvadrat hosil qilib olsangiz, eng katta qiymatini ham, eng kichik qiymatini ham topsak bo'lardi.